Sun'iy intellekt asoslari bilan tanishib oldik. Endi ularning turlari haqida gaplashamiz. Sun'iy intellektning ikki turi mavjud. Tor sohali sun'iy intellekt Neuro va umumiy sun'iy intellekt General. Tor doirali sun'iy intellekt muayyan vazifalarni yuqori aniqlik bilan bajarishga mo'ljallangandir. Bu bir yoki bir necha ko'nikmalar to'plami bo'lishi ham mumkin. U topshiriqlarni a'lo darajada bajaradi, ammo bu turdagi sun'iy intellekt boshqa hech narsa qila olmaydi. Ya'ni boshqa sohada mutlaqo faoliyat yurita olmaydi. Umumiy sun'iy intellekt esa insondek fikrlaydi, yaratadi va turli intellektual qobiliyatlarga ega. U hatto chuqur o'zlashtirilmagan sohalarda ham samarali ishlashi, yechim topishi va samarador bo'lishi mumkin. Asosiy farqi, tor sohali sun'iy intellekt faqat bitta sohada ustunlik qiladi va faqat shu sohaga taalluqlidir. Hatto tegishli ta'lim olmagan bo'lsa ham, turli sohalarda yuqori malakali va iste'dodli bo'lishi mumkin. U innovatsion yechimlarni topishi, ularda ustuvorlik qilishi va vazifalarni aynan kerakli darajada bajarishi mumkin. Biroq bugungi kunda 2024-yil sentyabr holatiga ko'ra umumiy sun'iy intellekt mavjud emas va dunyoning hech bir joyida uning real hayotdagi namunalari uchramaydi. Amalda qo'llanilayotgan yoki mavjud bo'lgan har qanday sun'iy intellekt bu tor ixtisoslashgan sun'iy intellektdir. Ushbu kursimizda biz tor sohali sun'iy intellektga urg'u beramiz. Chunki hozirda aynan shu turdagi sun'iy intellektgina mavjud. Umumiy sun'iy intellekt bugungi kunda hali kashf qilinmadi. Yirik kompaniyalar uni yaqin kelajakda yaratish uchun qizg'in raqobatga kirishgan.